Bugun do'stlar, Farg'onada bir ukamizga archa ekib berdik. Ularcha vaqti bo'lmasa, archalarcha o'sib ketibdi. Mana shu holatda hozir ko'rasizlar. Bir yana shakl berilgandan keyin yana bir kuzatib turinglar. Bu 2 marta shakl berishdan qolgan ekan. Agar 2 marta shakl berilgan bo'lganda bularni ichi to'lib rosa chiroyli bo'lardi. Do'stimizcha vaqti bo'lmabdi, shuning uchun shakl berilmadi. O'zimiz ekkan edik bu archalar. Mana masala jo'nari ham chaqdi. Bu archalarga shakl berayotganda hushyor bu. Mana shu archaning ichida ari bor ekan. Uni ham o'ldirdik. Xullas, mana juda chiroyli bo'lib qoldi. Haligi holatni ko'ringlar. Bu holatni ko'ringlar do'stlar. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, telefon qilasizlar 91 659 2302. Bu archalarni o'zimiz ekib bergandik. Orada ish ko'payib ketib, shakl berilmagandi, juda mana chiroyli joylar bo'ldi. Tomosha qilaverasizlar do'stlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, lanshat qilish xizmatlari kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Farg'ona viloyati Quva tumanida. Archalarga juda chiroyli qilib shakl berib qo'ydik do'stlar. Farg'ona shahrida qildik. Sizlar ehtiyot qilinglar. O'zi Telegram kanaliga o'tib olsalaring, yana ham chiroyli narsalar bor. Bog'bon O'zbekiston.